Nasos to'g'risida men video chiqargan edim. Ko'pchilik o'shandan keyin savol ko'payib ketdi. Mana shu nasosni men ko'kshida almashtirib tashladim. Обратga qo'yilgan nasos bo'lgan bu. Обраткада bo'lgandan keyin bu yerda кричатка degan narsa bor, suvni haydab beradi. Ichiga tushib qolgan shlaklar filtr qo'yadi bundan oldin. Nasosdan oldin filtr qo'yadi. Lekin filtr uy egasi tozalay olmaydi har doim. O'shaning uchun kelgan shlaklar krichatkani sindirib tashlaydi. Bu ishlayveradi, lekin kirchatgan tishlarini sindirib tashlagandan keyin bu suv hayda olmay qoladi. Buni foydasiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun men bu narsani hadashiga nima qo'ydingiz, undoq degan har xil ustalar, nasos sotadigan bolalar menga telefon qildi. Men ularga tushuntirib qo'ydim. Tushundida rahmatini aytdi menga. Samatyo kelgan suv mana bunaqa kichkina teshuvdan o'ta olmaydi. Nasos o'chganda bu o'tkazmaydi. Bemalol o'tish kerak. 40 talik, 50 talik yo'g'on trubada kelgan suv bu yerda tiqilishni boshlaydi. Buni hadashiga qo'ysa, qizigan suv har doim tepaga qarab qochib chiqib ketadi. Kichkina teshuv bo'lsa ham qochadi suv. Lekin obratkanikini o'tkazmaydi. Nasos sotadigan bola aytyaptiki, bu deydi tez kuyadi, padashada suv bo'ladi-yu deyapti-da. Bu nasos suvga moslashgan birinchidan. Ikkinchidan yarim minutda padachani obratga olib kelib qo'yadi bu. Bir xil qilib qo'yadi aylantirib. Shunaqa narsa. Keyin buni smaska qilishni iloji yo'q. Men buni ochib yopdim. Hech kim smaska qilib turadigan joyini o'zi yo'q. O'shaning uchun bu xoliydimi, xolamaydimi? 3 ta 4 ta sezondan keyin bu kuyadi. Bu suv ta'sir qilib quymaydi. Buni smaskasini o'zi yo'q. Bitta qiling, zavодской qilinganaqasi 3 yilga, 4 yilga yetadi. Ikkinchidan buni padachiga qo'ysangiz, svet o'chib qolsa ham o'sha oldingi holatdagi ishlab turaveradi. Nechta odam menga savol berdi, ustalar ham savol berdi. Men 30 yildan beri qilaman. Faqat obratga qo'yamiz, undoq. Obratga emas, keyin o'sha video chiqarganimdan keyin padachiga qo'yibdi bir ikkita ustalar, ular yana telefon qilishdi. Siz aytganingizdek haqiqatda zo'r ishlab turibdi. Unga filtr ham kerak emas, kran ham kerak emas, ishlab turaveradi. Kelgan shlak katyolni tagida qolib ketaveradi. Bu yoqqa bu tortib ola olmaydi tepaga. Suvni tortib oladi, lekin temir shlaklarni bu tortib ola olmaydi. Shunaqa narsa. Mana buni kirchatkalar sinib ketgan hozir. O'zi yengil narsa, tokka tiqsiz ishlaydi. Lekin suv haydamaydi. Menga birovni layki ham boshqasi ham kerak emas. Faqat ustalar ishini to'g'ri qilib ketish kerak. Men borgan joyda hammasinikini kesib olib, tepaga qo'yib berib ketyapman nasosini. O'sha odamni maza qilib ishlatyapti. 1 yilda 3 oy, 4 oy qish bo'ladi, o'shanda ishlaydi. 4 yilga, 5 yilga garantiya bergani bilan 1 yilda 4 oy ishlaydi ishlasa bu. 4 oydan keyin o'chirib qo'yadi. Yozil bilan kech kuzgacha bu dam oladi. O'shanga ham chidamayapti, obratkada bo'lgani uchun.